Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi mazmun oilada samsaq bilan oddiy dori yasash usuli to'g'risida. Samsaq necha ming yildan buyon har xil kasalliklarga tabiiy dori sifatida ishlatilib kelinayotgan, badanning immunitet kuchini yuqori ko'tarishda alohida muhim rol o'ynaydigan, oson topqili bo'ladigan, bahosi arzon tabiiy ko'ktot turi kiradigan o'simlik. Samsaqni hasalga chilash orqali oilada oddiy dori yasash uchun ketadigan narsalar samsaq, sap hasal, necha hafta vaqt ketadi. Samsaqning sifatining yaxshi bo'lishiga kafolat qilishimiz kerak. Uning yerlik mahsulot bo'lganlarini tanlasak yaxshi. Chunki bozordagilarning ko'p qismi Xitoydan kelgan bo'lib, Xitoydan kelgan samsaqlarning tarkibida ximiyalik dorilarning miqdori nihoyatda yuqori bo'ldi. Ham Xitoylar samsaqning rangini oqartiradigan dorilarni ishlatadi. Bundaq ximiyalik tarkibi yuqori bo'lgan samsaqlar bizga dori bo'lmaydi, aksicha zahar bo'ladi. Samsaqning o'xshash cho'nliqdagilarini bir aynak qachiga solamiz. Ondan hasalni samsaq chilashgacha qo'yamiz. Buni salqin, kun tushmaydigan yerga qo'yib saqlasak bo'ladi. Rasmda ko'rganinglardek samsaq ustiga laylab chiqib oladi. Uning uchun kunda bir necha qatim poks qo'shiq bilan samsaqni hasalga patirib, chilab aralashtiramiz. Navada uzun vaqt aralashtirmay unutib qolsangiz, ustiga chiqib turgan qismi ko'kirib qolalaydi. Samsaq ichigan siri küpük chiqirdi. Shunga ushshoq küpükchilarning bo'lishi normal. Küpükchilarning chiqishiga ergishib, qutining ichidagi besim oshadi. Shunga qutining og'zini bek ching etib etmaslik kerak. Taxminan 3 yoki 4 haftadan keyin samsaqning rangi o'zgarib, hasal suyi suyuqlashib, samsaq pishib tayyor bo'ladi. Qishning kunlari kunda bir tal hasalga chilgan samsaq yeb bersangiz, zukam bo'lishning oldini olg'ili bo'ladi. Ham so'zilma xarakterlik yo'talga shifo bo'ladi. Bakteriya, virus, zamburug' va parazit qurtlarni o'ltira oladi. Shunga bular sababli bo'ladigan kasalliklarning oldini olg'ili bo'ladi. Yoki bo'lmasa, bular sababli bo'lgan kasalliklarning kasallik tarixini qisqartqili bo'ladi. Samsaqning yana qon shakarini va qon besimini tushirish, rak hujayralarining ko'payishiga qarshi turish, revmatizmga manfaat qilish qatorliq roli bor. Shunga bu badanga foydasi nihoyat ko'p bo'lgan, aks ta'siri bo'lmagan, hammamiz uyda yasay oladigan, ko'p iqtisod talab qilmaydigan hasalga chilgan samsaqni sizmi qilib sinab ko'ring. Foydasini cho'qim ko'rsiz. Buningdagi o'ng tarafdagisi bo'lsa, yangi hasalga chilingan samsaq, so'l tarafdagisi bo'lsa, bir oydan keyingi pishgan samsaq. İkisining farqini shunda ko'rib olsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa, yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat, xayr xo'sh.